Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Fidoyli ekranning qadrli ko'ruvchilar, bugun biz Qur'ondan bayon programmamizdagi 7-qismida islom va shariat to'g'risida suhbat olib boramiz. Oldingi qismlarda dinlar to'g'risida bayon, uningdagi iymon to'g'risida so'zlab o'tildi. Bugun islom va shariat, ya'ni Qur'ondan buni qanday anglaymiz, qanday tushunamiz? Ustoz Kerem Zohir bilan bu to'g'riliq suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvollar, yaxshimi? Aleyküm selam. Allah'a şükür. Özür Cimatullah. Yaxshi, alhamdulillah. Oldingi soatda iymon to'g'riliq suhbat olib bordik. Biroz uzunroq bir suhbat bo'ldi. Bugun shu islom, eksat, Qur'onni nimani tushunishimiz kerak? Shariat deganda nima esimizga kelishi kerak? Qur'onningki nimasi bo'yicha, bayoni bo'yicha qani sizdan tinchaymiz. Mana Assalamu aleyküm. Dünyanın yakası yerleri görmetli kerindaşlar. Hem Allah'ın her vakti hayırlı olsun. Biz uzundan birisi bu Kur'an'daki özün nemini anlatıdığalığı hakkında toxtulup kilovatımız. Nurgun kerindaşlarımız Kur'an'ı bir itiqat kitibi, yoki bo'lmaydi ibodat kitibi, yoki bo'lmaydi qonun kitibi deydiganlar bor, yoki bo'lmaydi ba'zanlar axloq kitibi deydiganlar bor. Ya'ni bu din axloq dini, ba'zanlar iymon dini, ba'zanlar ilm fan dini, ya'ni Qur'onning o'zini ilm fan kitobi qilib mo'yindoq ko'rsatadigan ishlarmi bor. Qonun kitibi qilib olganlarmi mavjud misolda. Hem Qur'onniki umumiy bayoniga, umumiy mazmuniga asoslangan vaqtda Qur'on bu hozirgi deyilayotganniki hech qaysi sohasidagi kitob emas. Ya'ni yoki bo'lmaydi iymonni bayon qiladi, maxsus iymon uchun tushgan bir kitob emasligi chiqib turdi. Ilm fan kitobi emas, qonun kitobi emas, chunki ilm fanga doir, ya'ni ilmga doir ozroq bir ma'lumot bo'lgan bilan, masalan, nurg'un odamlar matematika sohasida halqi meros haqidagi ikki tal oyatni naql keltirib, mana matematikning o'zi o'sha yerda bayon qilingan degandek qilib, shundoq o'zi matematik, ya'ni ilm fan kitobi qilib olgan insonlar bor. Ba'zi payg'ambarning qarshisidagi insonlarniki bir qism ahvoli bayon qilinadiga qarab, tarix kitobi qilib olgan insonlar mavjud misolga. Ammo bularning hech birisi bu Qur'oni Karimdagi asosli maqsad emas. Qur'onniki asosli maqsadi Qur'on zodi nima uchun kelgan, maqsad nima? Qur'onniki o'zi tip asos prinsipi nima degan mundaq kelgan vaqtda Qur'onniki maqsadi dunyoga bir tuzum, dunyoni, ya'ni insonlarning orasida bir tuzumning o'zini o'rnatish uchun kelgan bir kitob ekanligi. Buni Alloh taolo Qur'onning o'zida shu Sura Maidadagi 3-oyatida "El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'mati ve raditu lekumul islama dina" degan shu oyat orqali o'zini ochiq bayon qildi. Misol Qur'onni tushirishdagi maqsad Qur'onniki o'ziniki g'oyasi islom ekanligi, insonlarning o'rtasida shu islomdan iborat shu tuzumning o'zini barpo qilish ekanligining o'zini Qur'on bayon qiladi yani. Endi bu yerda islom degan narsa nimani bildiradi degan vaqtda islom sog'lom bir tinch jamiyat barpo qilish. Ya'ni islom degan so'zniki mujarradi salama degan o'zi kalimadan keladi. U salomatlik, tinchlik degan ma'noni ifodalaydi. Demak, islom degan bu o'zi sulosi mazid deymiz buning o'zini. Bunun asoslangan vaqtida bu islom sog'lom, tinch bir jamiyat barpo qilish
ikkisini birlashtirgan vaqtida shunday bir ma'no chiqadi. Shuning uchun Qur'on oldi bilan nimaga asoslandi degan, nimaga o'zi insonlarni bo'riydi degan vaqtida sog'lom, tinch jamiyat barpo qilishniki birinchi ochquchi ilm ekanligini nima qilib, birinchi qatorda Qur'on ilm o'qishning o'zini, ya'ni Allohga ishonishdan, ibodat qilishdan yoki bo'lmaydi, Qur'ondagi har qanday bir prinsiplarning o'zini, amr farmonlarni ijro qilishdan burun uni bilishni, o'qib insonlar bilib, undan keyin uning to'g'ri xatoligini dalil isbotlar bilan ko'rib, undan keyin o'zi amal qilishning o'zini Qur'oni Karim bo'ladi. Shuning uchun bu halqi har ish dalil isbotning ustiga qurilgan bo'lg'achqa, bu Qur'ondagi, ya'ni islom degan kelimaniki yana sog'lom bir o'zi jamiyat barpo qilish, sog'lom tinch bir jamiyat barpo qilish shu ilmni asos qilganlik tarafidan kelib chiqadi. Yani har qanday bir narsa haqiqiy ilmni asos qilgan bo'lsa, u narsaniki asosi nihoyatda puxta, nihoyatda sog'lom bo'ladi. Shu Qur'onda birinchi tushgan oyatning o'zi nima degan vaqtda "Iqra bismi robbikallazi xalaq" degan shu 5 oyat tushidi. U oyatniki birinchi oyatning o'zida o'qu degan o'zi kelima bilan boshlangan bo'lsa, oxirisi allamal insoni ma lam ya'lam deb o'zi oxirlashidi. Ya'ni inson o'qishdan o'qib qo'yish emas, uni bilish g'oya ekanligi. Bilgandan keyin uniki o'z dalil isbotlarini, ya'ni Qur'onda yana boshqa yerda bor. Misol, agar o'zi meniki deganim rost, mushu ishning o'zi to'g'ri deydigan bo'lsang, uningga dalil keltir. Fa'tu burhanakum in kuntum sodiqin degan o'sha nurg'un yerda oyatlar bor misolda. Shu bu Qur'on bir narsani bilish dalil isbotlari bilan undan keyin u ishniki rost ashundaq ish ekanligiga sog'lom bir e'tiqod bilan, sog'lom bir tushuncha bilan qadam bosishning o'zini birinchi o'rinda qo'ydi ya'ni. Buning asoslangan vaqtida Qur'ondagi islom bilan yana o'zi an'anaviy islomning o'rtasida cho'ng bir farq bor. An'anaviy islomda bilish, tafakkur qilish asos o'rin tutmaydi. Ishonish birinchi o'rinda turadi. Qur'onda o'qish, bilish va tafakkur qilish bu eng o'zi birinchi o'rinda turadi. Har narsani o'zini o'qish lozim, bilish lozim. Uning to'g'ri va xato ekanligini o'zini tafakkur qilish orqali uning dalil isbotlari bilan o'zi o'ttirib qo'yish lozim. Shu vaqtda undan keyin u narsaniki to'rt put yeg dassagan bo'lib, u mustahkam, ya'ni sog'lom bir o'zi asosga turg'izilgan bo'ldi. Shuning uchun Qur'onniki bu o'ttirib qo'ygan islom bilan an'anaviy islomning o'ttirisidagi farq mana shu yerning o'zida. Ya'ni an'anaviy islomda o'qimasdan insonlar ishonadigan, ishonish asos qilinadigan, tafakkur qilish cheklangan misolda mundaq bir narsalar bor. Tafakkur qilish bo'lmaydi, ko'p o'zi o'ylanish bo'lmaydi. Qur'onning o'zini ko'p o'zi tafakkur qildim desa, tafakkur qilsa u vaqt dindan chiqadi, oqchi ko'shi degandek nurg'unlagan shunday o'z fatvolar bor. Ammo Qur'on tam uning aksicha har narsaning o'zini, garchi Qur'on bo'lsa-mu, ya'ni Qur'onning o'zi deydiki, Qur'onning ichidagi oyatlarni tafakkur qilish. Ya'ni Alloh taolo osmon zaminni men yaratdim, andaq-mandaq insonlarni men yaratdim degan bo'lsa-mu, Alloh yaratibdi deb lekin shu qarg'ulovchilar undaq ishonmasdan, uni ham tafakkur qilib insonlar tadqiq qilib, uniki dalil isbotlarini tepib turib o'zi nima qilish, ishonish, yana o'zi insonlarga burilgan bir vazifa qatorida belgilandi bu nimaning o'zida, Qur'onda. Ya'ni hech qanday bir narsa tafakkur qilmasdan, hech qanday bir narsani o'zini tafakkur qilmasdan, uning aqlini ishlatmasdan, uni bilmasdan berib lekin bu shu narsa shundoq o'xshaydi yoki shu mollamni shundoq degandek, yo falon olim shundoq degandek ekan, shu rostga deb lekin ishonishning o'zini Qur'oni Karim qo'llamaydi. Qur'on shuning uchun bu yerda bu
e'tiqod sohasining o'zini e'tiqod yana har qanday narsaga ishonish sohasining o'zini insonniki o'z ixtiyorligiga qo'ydi. Ya'ni u inson o'zini o'zi qoyil qilgudek bir dalil isbotga ega bo'lmagunchalik uning o'ziga e'tiqod qilish qilmaslik u insonning o'ziniki shaxsiy ishi. Agar o'zi shundoq dalil isbotga ega bo'lgan vaqtida inson zot tabiiy holda uningki ashundoq narsa ekanligi ishindamdi. Shuning uchun bu yerda hattoki Allohga ishonishdan tortib buning o'zini Alloh taolo insonniki o'z ixtiyorligiga qo'yayotgan Qur'onning o'zida. Bunun da o'zi sura Kahfniki 29-oyati, Muzammilning 19-oyatida Qulil haqqu min robbikum faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur deganga o'xshash inna haza tazkira faman sha'a ittaxaza ila robbihi sabila deganga o'xshash nurg'unli oyatlar bor. Bu oyatlarning o'zi nimani bildirdi desa, inson uning o'zini dalil isbotlari to'liq bilgan vaqtida andan o'zi uningga ishonishni xohlagan vaqtida ishonsa, u insonning ixtiyorligiga ish degan gap. Endi islom degan bu asli Qur'ondagi u islom kelimasi asli nima degan vaqtida endi buni asli bir programma qilib, bir yezib turib, bir tuzumning o'zini yezib chiqadigan bir ish bo'lyapti hozir. Islom bir tuzumning eti. Ya'ni Qur'onniki umumiy o'zi mazmuni, ya'ni insonlarga qandoq qilish, qandoq qilmaslik, masalan, iqtisod sohasida, siyosat, e'tiqod sohasida va har xil o'zi oila deymiz, baljoqa sohasida, har sohada insonlarniki muomala qilish ishlarga qo'yilgan belgilamlar va ash belgilamalarning hammasini o'z ichiga hammasini bir yerga to'plagan vaqtida islom degan bir ism tutgan bo'ldi. Ya'ni nihoyat sog'lom, nihoyat o'zi asosga ega bo'lgan bir o'zi nima. Endi o'sha yerda o'zi yo'l tutish ishi o'ttirib chiqqan bo'ladi. Shuning bilan bu islomning o'zi mana mushundaq jiq narsalarni o'z ichiga olgan bir o'z tuzumniki nimasi degan vaqtda eti. Ya'ni hozirgi vaqtida demokratik tuzumning ichida nurg'unlagan inson haqlari deydi, u deydi, bu deydi, ashunday nurg'unlagan o'zi narsalar bor. Ashuniki umumiy gavdasining o'zniki ismining o'zi nima deydi degan vaqtida demokratiya degan bir ot bilan ataganga o'xshash bir tuzumning eti. Islomniki asosi nima degan vaqtida islomning asosi adolat. Islomniki ochquchi ilm bo'lsa, islomniki o'zi nimasi asosi adolatga asoslanadi. Ya'ni islom hech bir zaman bir e'tiqodga asoslanmaydi. E'tiqod islomniki asosi emas. Ya'ni har qanday e'tiqoddagi insonlar bo'lishidan qat'iy nazar islomni qabul qila oladi. Islomni qabul qilish e'tiqod talab qilmaydi. Mayli e'tiqodi qandoq narsa e'tiqod qilsin, Budda dinida bo'lsin, yo xristian dinida yoki o'zi iymon etgan bir mo'min bo'lsin yoki har qanday bir inson bo'lishidan qat'iy nazar u islomni o'zining e'tiqodini saqlab qolgan shart ostida qabul qila oladi. Chunki islom tuzum bo'lganligi uchun tuzum e'tiqodni talab qilmaydi, itoatni talab qiladi. Ya'ni har qanday bir davlatda bir tuzum bo'lsa, u tuzum aslo o'zi nimani e'tiqod qilishni talab qilmaydi. Masalan, biz demokratik davlatda yashayotgan bo'lsak, bu davlatniki tuzumi bizga shu tuzumga e'tiqod qilishni, iymon etishning o'zini talab qilmaydi. Faqatla biz shu tuzumga bo'ysunishning o'zini talab qildi. Shuning uchun Qur'onning o'zidami nima degan vaqtda Qur'ondagi bu islomdan iborat bu tuzum faqat itoatning o'zini asos qiladi, itoatni talab qildi. Shu Qur'onning o'zida Atiulloha va atiur rasul va ulul amri minkum degan oyatlar, misol nurg'oyada itoat kelimasi keladi. Shuning hammasi nima degan vaqtda Qur'ondagi shu prinsiplarga yoki prinsiplarga asosan chiqarilgan qonun nizomlarga bo'ysunishning o'zini Qur'on birinchi o'rinda qo'ydi. Ya'ni bu vaqtning o'zida bu islomdagi tuzumlarga, ya'ni islom o'tirib qo'ygan tuzum yoki tuzumga asoslanib chiqarilgan qonunga bo'ysunganlik bo'lib deb qaraydi, shunga bo'ysunsa. Bu vaqtda Nahl surasiniki
İnnallâhe ya'muru bil adli vel ihsan ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşâi vel münker degan o'sha oyatning o'zida buyurdi endi. Qur'on nurg'un yerida masalan farz qildi, farz qil degan so'zlar bak elinmaydi Qur'onda. Yezildi deganga o'xshash shundaq o'zi kelimalar nim qildi ishlatiladi. Misol Ramazon haqidami shahr ramazonallazi unzila fihil Qur'on deganning o'zida kutiba degan kelim bilan kema kutiba alallazina min qablikum degan kutiba degan nima bilan keladi. Kutiba degan kelime bilan ya'muru degan kelimening o'rtasida nihoyat cho'ng o'zi farq bor. Kutiba kelimasi kelgan oyatlarda insonlarning ko'pinchisiga u farz bo'lmagan narsalar yozilgan bo'ladi. Misol Ramazon deymiz, namoz deymiz, o'shanga o'xshash o'zi bu nurg'un narsalarning o'ziga kutiba yo kataba degan mundaq so'zlar yozilgan bo'lsa, u vaqtda kelima yozilgan bo'lsa, u vaqtda uning o'zi Aştaq yezilgan o tavsiye xarakterlik bo'ladi. Ba'zi yerda yusikum deb maxsus tavsiye kelimasi ishlatildi. Ba'zi yerda kutiba kelimasi ishlatildi. Ammo u nimaniki islomniki prinsiplariga kelgan vaqtda degan vaqtda buningga Alloh taolo maxsus Qur'onning o'zida ya'muru ya'ni buyuruydi. Ya'ni mushunaga bo'ysunishinglar kerak. Adolat bilan ish qilishinglar kerak. Deganga Alloh taolochi buyuruydi deydi. Bu nihoyat o'zi kutibadan natijasi kuchli holatdagi bir ibora. Shuning uchun bu yerda yezildi degan ibora bilan kelgan Qur'ondagi bundaq oyatlarda jazo, insonlarning jazo berish talab qilinmaydi. Misol namoz o'qish, ro'za tutishning o'zi ro'za tutish farz bo'lgan bo'lsa, namoz o'qish mustahab bo'lgan bo'lsa, bu vaqtning o'zida buningga agar o'qimasa nima tarafdan hokimiyat tarafdan uning o'zi jazolanmaydi. Agar u jazolansa-mu qiyomat kunsi Alloh taolo uni o'zi jazolaydi. Bo'lmasa u insonlar tarafdan uni jazolashga bo'lmaydi. Bu yerda bu ya'muru degan vaqtning o'zida shunaqasini itoat qilinglar deb Qur'onda buyruq shaklda kelgan bo'lsa, bu nihoyatda kuchli bo'lgan bo'ladi. Agar bu islomdagi prinsiplardan, islomning qonun nizomlaridan chiqib, uning buzg'unchilik qilgan vaqtda u odam o'zi jazolanadigan gap endi. Shu Qur'onda misol nurg'unlagan yerda masalan zino deymiz, bo'hton deymiz, ashunaqash o'g'irlik deymiz, ashunaqash bir qism voqelikka berilgan jazo qatorida bir nimalar bor. Ashuni o'zidami nima degan vaqtida jazo u ishning o'zi masalan zino qilish, o'g'irlik qilish, bo'hton chaplashning o'zi bu jamiyatga bo'lgan bir o'z nima buzg'unchilik. Jamiyat tartibiga buzg'unchilik bo'lganligi uchun islomdan iborat bu tinch bir jamiyatga buzg'unchilik qilishni keltirib chiqarganligi uchun bu yer nima degan vaqtda Alloh taoloniki buyrug'ining o'zini buzg'onlik, amal qilmaganlik, bir tarafdan jamiyatdagi tartibni buzg'onlik bo'lganligi uchun bu yerda uningga nima qildi? Desa jazo kesildi. Ya'ni. Shunga bu yerdagi nurg'un yerida ashundaq iboralar keldi, uning pek diqqat qilmay o'tib ketamiz. Masalan, yezildi, vasiyat qilindi. Misol, nimaning o'zida o'sha meros haqida yusikumullohu fi avladikum degan shu ibora bilan keldi. Vasiyat. Men mushundaq qilsang to'g'ri bo'ldi degan qatorda bir tavsiya xarakterlik bir nima. Ammo u yerda agar u odam shu ota-ona bo'lgan odamni bolalarga uni u shaklda qilmay, ya'ni baljoqiga, ya'ni qizlarga, o'g'illarga hammasiga o'xshash holatda ikki o'g'ilga, bir o'g'ilga ikki qizniki nasibasi emas, hammasiga o'xshash holatda bo'lib bersinmi, merosning o'zini bo'ladi. Ammo Alloh vasiyat qilgan narsa nima degan vaqtda ikki qizga bir o'g'ilga berganni ikki qizga nima shu merosda misol ikki qiz bir o'g'ilga nima qilgan o'z narsani elish, ya'ni o'zi bir o'g'ilga 100 ko'y pul nima kelgan bo'lsa, ikki qiz 100 ko'y olgan gap 50 ko'ydan misolda, shundaq o'zi nima merosda shundaq belgilangan.
Ama bu bir tavsiye Kur'an'da. Tavsiye dep qarıldı. Kur'an'ın öz zaten yusikum dep degan avaz chiqyapti go. Aşu vasiyat yana ilqi biz bir odamga bir narsani nasihat qilganga o'xshash bir nimani o'z ichiga oladi bu. Shuning uchun bu yerdagi amr bilan vasiyat yezib qo'yish degan bu so'zlarning hammasiniki ilqi nemisi o'rni o'xshamaydi. Yana kuch jihatda yana qosi bakaroq kuchlik degan vaqtda ya'muru amri deganni buning o'zi nihoyatda o'zi kuchlik o'rin turdi. Shuning uchun bunga amal qilmagan odamlar jazolandi degan gap. Eee, islomda ya'ni islomdan iborat bu tuzumga o'zi kirish boya deganga o'xshash hech qanday e'tiqod talab qilmaydigan, irq talab qilmaydigan, har qanday irqdagi, har qanday e'tiqoddagi insonlar kira oladigan bir tuzum ekan. Eee, u vaqtida qandaq o'z atla chiqsin. Qandaq bir o'z mazhabi bo'lsin, uning hech qanday mazhabi yoki e'tiqodi hech qanday narsasi uningga taqashmaydi endi. Endi u vaqtida u e'tiqodli insonlarchi degan vaqtda e'tiqodli insonlarni Qur'oni Karim boshqurishda eee, faqat dindorlikqa yo'l qo'yish, dinchilikqa yoki mau biz hozirgi nimaning o'zida oshqullar deymiz. Oshqun dinchilikka qarshi turish sharti bilan uni o'zi boshqurishga tavsiya qildi Qur'on. Ya'ni bu nima degan gap degan vaqtida dinimizni tashkil qilsak bo'ladi. Biz islom diniga yana o'zi e'tiqod qilgan insonlar bo'lish sifatimiz bilan islom dinini tashkil qilish, Allohning bor birligini o'zini kishilarga bildirish va hokazo ishlarni qilishga bo'ladi. Ammo uniki narsa uni bir qadam narsaga o'tib, uniga kirmagan odamlarni haqoratlaydigan, kirgan odamlarni maqtab, u kirmagan odamlarning ustida turadigan mundaq holat qilib qildigan mundaq ishlarning o'zini Qur'oni Karim cheklaydi misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida shu nimaniki shu Sura Tövba'niki 5-oyatning o'zida bu nihoyat ochiq bayon qilindi. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم degan shu oyat o'zi ashunga nihoyatda ochiq javob berdi. Chunki islomga insonlar islomni qabul qilib, ya'ni islomni qabul qilish deganning o'zi davlatni e'tirof qilib, davlatning tuzumiga biz bo'ysunamiz degan bu holat kelgan vaqtida bo'ldi sizlar birga o'zi har qanday ishda birga yashaymiz. Davlatniki buyurgan narsaning o'zini ijro qilamiz. Ya'ni boj to'la desa, u bojning o'zini joyida biz to'laymiz. Fa in tabu va aqamus salata va atavuz zakata deganning o'zimi ular agar qarshi turishdan yenib, ular o'zi hamkorlikni barpo qilsa, ya'ni sizlar birga yashaymiz deb davlatni e'tirof qilib, qonunni e'tirof qilib, islom prinsiplarini e'tirof qilsa va atavuz zakata bojni vaqtida to'lasa, fahallu sabilahum ularga yashash o'zi yo'lini berish haqida Qur'onda oyat ochiq buning o'zini bayon qiladi. Bundan nimani bilgili bo'ladi degan vaqtida islomda agar tuzumga islomning tuzumiga bo'ysungan shart ostida uningga iymon etish, ya'ni islomniki tuzumini sen qabul qilding, endi sen iymon etmasang bo'lmaydi degan bundaq bir shartniki yo'qligini o'zini bayon qildi Qur'on. Agar u odamni iymon etib, ya'ni qoidani o'z islomni qabul qilsa, u texim bak yaxshi bo'ldi. Bu islomni qabul qilishdagi sababmi ikkisi bir-birisi bilan bog'liq. Masalan, iymon bilan islom bir-birisi bilan bog'liq bir narsa bir tarafdan. Bu qanday degan vaqtida islomni yaxshi tushungan vaqtda insonlar bir-biriga haq-huquqlarini o'zini bir-birining haq-huquqini yaxshi tunigan vaqtda, bir-biriga hurmat qilgan vaqtda
bir tinch bir jamiyat barpo bo'ladi. İnson bu vaqtni o'zi tafakkur qilish orqali o'zining Parvardigorini tunisa, o islom hech bir zaman bundaq odamniki e'tiqodini to'smaydi. Ya'ni bu odamlar shundoq o'zi tadqiq qilib yurib, Allohning bor birligi bo'lgan dalil isbotlarni tepib, men buni iymon etdim, ishondim degan vaqtida Qur'on buning o'zini aslo to'smaydi. Ammo aksincha, shundoq qilishga buyuradi Qur'on. Ya'ni insonlar o'qib, bilib, uning dalil isbotlarini tepib, uningdan ishonishni Qur'on birinchi o'rinda qo'ydi. Ya'ni hech narsani bilmay turib, lekin otam bilan opam musulmonki, ular iymon etibdiki, men shu qatorda men mo'min deb o'zini anda qilqi qarashga Qur'on aslo o'zi mo'min qatorida uni hisoblamaydi misol. Taqlidchi deydi bundaq odamlarni. İslamda yani İslamda iborat bu tuzumda fuqarolarniki hokimiyatniki vazifalar nihoyatda ochiq oshkora belgilangan. Hokimiyatniki yana nimasi vazifasi nima, fuqarolarniki vazifasi nima degan vaqtda Qur'onniki sura Tövbeniki 103-oyatida Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum ve tuzakkihim biha ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum vallahu semiun alim degan mush oyatda nihoyatda ochiq oshkor bayon qilindi. Yani bu yerda sen ularniki mollaridan sadaqa ol. Sadaqa degan so'z bedelsiz elingan narsani sadaqa deyildi. Misol hukumatga bergan narsa biz mesela ishlab pul tepib uning boj to'lasak, u bojni hukumat bizga bir narsa berganligi uchun yoki bir uyni berganligi yoki mashina berganligi uchun uning qarta to'lagan bir pul emas. Biz u davlatning fuqarosi bo'lish sifatimiz bilan u davlatni e'tirof qilganligimiz bizda bormi tashkilotga nima qilsak Uyg'urlik bedel puli yoki tashkilotga kirgandan keyin tashkilotdagi a'zolik bedel puli deydi misolda. Xuddi shunga o'xshash davlatniki o'zi shu davlatning territoriyasida yashagan u davlatning fuqarosi bo'lganligimiz uchun fuqarolik bedel puliga o'xshash bir narsa endi. Uni hech qanday bedelsiz holatda fuqaro bo'lganligimizning bedliq qarta u narsani berganligimiz uchun u davlatdan bizga hech qanday qarshilik, ya'ni boshqa u biz bergan pul qarta boshqa bir narsa, moddiy bir narsa bermaganligi uchun uni Qur'on nima deydi? Sadaqa deb ataydi. Va tuzakkihim tutahhiruhum va tuzakkihim. Shu sadaqani elish orqali ularning o'zini poklaysan. Poklaysan degan nima degan bo'ldi degan vaqtida ularniki davlatga bo'lgan samimiyatining o'zini ifodalagan bo'lsa, yana ular shu davlatga bojni vaqti-vaqtida berganligi, davlatga bo'lgan, hokimiyatga bo'lgan, davlatning qonuniga bo'lgan samimiyatining o'zini ifodalagan bo'ladi. Va ular o'ziniki yana qonunga bo'ysunmagan bir ishlarniki bo'lmaganligini va tuzakkihim deganning o'zi, ularni sen poklaysan deganning o'zi, ya'ni ular hech qanday qonun xiloflik qilgan bir yeri yo'q deganligining o'zini ifodalay olaysan deydi Qur'on. Buni deyapti. Va salli alayhim. Yani oxirisi nima deydi desa, sen ularga yordam qil deydi Qur'on. Yani bu yerda inne salateke sekenun lehum. Siniki o'zi yordaming ularni xotirjamlikka erishtirishdir. Yani bu yerda ikki narsa bor. Fuqaro nima ish qildi degan vaqtda davlatning qonuniga bo'ysunadi va davlat o'zi qo'ygan boj yoki narsa kerakni vaqtida ado qiladi. Yani davlatni e'tirof qilib, davlatning qonuniga bo'ysunib, u yerda berish tegishli bojning o'zini vaqtida beradi. Bu fuqaroniki davlatga bo'lgan majburiyatni tasvirlayapti bu oyat. Ikkinchi tarafga kelgan vaqtda, ikkinchi tarafi u fuqarolar davlatga bo'ysungandan keyin, davlat beradigan bojni vaqtida bergandan keyin davlatning qildigan ishi nima ularga degan vaqtda ularni xotirjamlikka erishtirish. Mal mulki, hayoti, haq huquqlar sohasida butunlay xotirjamlikka erishtirib, u narsalarni, yana haq huquqini, mal mulkini, hayotini qo'g'dash davlatning vazifasi bo'ladi degan gap.
Ya'ni insonlar birinchi fuqarolar o'zining vazifasini ado qilgandan keyin davlatning vazifasi nima ekan degan vaqt davlatning vazifasi tamoman o insonlarniki haq-huquqi, hayoti va mol-mulkining o'zini qo'g'dashdan iboratga degan gap bo'ldi. Yani davlat qurish, yani bu Qur'on, bu islom aslida davlat qurishni g'oya qilgan bir nima bir tuzum bo'lg'achqa, bu tuzumniki nimasini mundaq o'zi bayon qilyapti-da endi. Yani sen davlat qursang, mana mushu ishga diqqat qilsa, yani fuqarolar davlatni e'tirof qilib, uningga vaqtida bojini to'lab, qonunga xiloflik qilmay, qonunga bo'ysungan holatda bo'lsa, sen u fuqarolarga nima ish qilib bersa degan vaqtda, sen o fuqarolarniki butun haq-huquqlarini, mol-mulkini, hayotini va haq-huquqlarini qo'g'daysa, bu sening vazifang deydi. Yani fuqaroning vazifasi va davlatning vazifasi har ikkisi nihoyat ochiq holatda bu nimada bu oyatda bayon qilinib, yani sura Tövbiniki 3-oyati buning o'zini Savol arabcha biladigan qarindoshlar bo'lsa, qayta ko'rib chiqsa bo'ldi. savol so'rasam bo'lamda ya. Bo'ldi. Masalan bu musulmonlarda deydi. Bunda bir tushuncha bor. Masalan, bu davlatga boj to'lashning o'zi harom deydigancha. Masalan, Pokiston, Afg'onistonga o'xshash o'zini islomiy davlat deb olgan, shu davlatningki musulmonlarida %90 necha% adam Pokistonda davlatga boj to'lamaydi ekan. Chunki davlatga boj to'lashning o'zi harom deb bilingan-da bular. Yani nereden keladi bunda tushunchalar-chi? Davlatga bunda boj to'lamagandan keyin bu davlat qanday bo'ladi desa, qo'lida atom bombasi bo'lgan taqdirda ham yana shu Xitoyga yoki boshqa davlatlarga qo'nchoq bo'ladigan gap. Shundami ya? Albatta. O o'zi igi chiqarib, igi chiqib, bojda topshirib, o'zi qo'g'lasa shu davlatni-chi, o'zining fuqarolik nimasini yaxshi o'tasa, albatta texnik kuchli davlat bo'ladigan davlatlar shularmi-chi? Albatta. Bu masalalar nereden keladi endi? Bunda tushunchalar. Endi bu mushu nimaning o'zidimi, mushu fiqh kitoblarda nihoyat jiq bayon qilindi. Misol bu o'z vaqtida, masalan, hokimiyat beshida mollali bor vaqtida, yani molla deganimizdan masalan Umayya, Abbosiya sulolasi zamonasidagi insonlar o'zini dindor insonlar deb qaragan. O dindor insonlar bor vaqtida davlat bevosita insonlarni boj olatdi. Tarixda bor. Shu tarixda shundaq bevosita insonlardan boj olgan, ya'ni o'zi musulmon bo'lmaganlarni zimmiy deb turib, uningga zimmiylik beji shundaq olgan voqealar bo'lgan. Keyin ular hokimiyatni arilib qolgandan keyin davlatning ichida davlat qurish bir siyosatni qo'llangan. Bu o'zi aslida birinchi qadamda xristianlarni kelgan ekan. Xristianlar shu keyingi zamonda hokimiyatni qo'ldan berib qo'ygandan keyin bular dernek qurish ishlarini o'zini yo'l qo'ygan ekan. Dernek qurish shu 1600-1700 yillar atrofida yo'l qo'yilgan ishlarga, uni oldida masalan shu papalar shu nimada hokimiyat beshida bo'lgandan keyin bevosita shu bojlar davlatning xazinasiga tushgan. Ammo ular huquqdan tushib ketgandan keyin ikkinchi darajaga berib qolgandan keyin ular davlatning ostida bir yerda bo'lib qolganligi uchun ular o'zi dernek qurgan. Ondan keyin xalqning o'zini birinchi yana shu dernakka chaqirib, dernek orqali birinchi o'zi xalqning iqtisodini oshadi ep qilish. Hozir misol Turkiyadaymiz, shu diniy dernaklarning hammasi shunchalik boy, misolda million hatto milliard pullar bo'lishi mumkin. Shundaq boy, davlat ketadigan pul ashlar hammasi davlatga o'dil berish kerak. Ammo ular davlatni bilan xalqning orasida bir o'zi to'saqqa aylanib, ashadi xalqning pulisining o'zini sho'rab, shu yerda o'zi nima qiladi. O musulmon biz deyotgan mamlakatlarning hammasi shundaq narsani asos qiladi. Shu davlatning ichida kichik bir davlat bo'lish. Bular nima deydi degan vaqtda shu o'zini kitibida bor. Davlatga boj to'lashni o'zi harom deydi. Bojgarni tishlagan ishning o'zi jannatga kiradi deydigan bundaq o'zi qarashlar mavjud. Bojgarni tishlagan ishning o'zimi jannatga kiradi deydigan bundaq o'zi narsalar, masalan biz kichik vaqtda bu narsa bordi. Bojgir yatgan mazaga qo'ymanglar debchi. Bu nima degan vaqtda davlatni tamoman inkor qilganlik, davlatga qarshi chiqqanlikdan iborat bu aslida. Hokimiyatga qarshi chiqqanlik. Uning o'zini nima deydi desa, bu
o'ziniki shu fatvosining o'zida uni kofir yoki falon filan degandek hokimiyat beshik turgan odamning iymon e'tiqodini surishti qildi bular. Shuni u yerdagi insonlar o hokimiyat beshik turgan insonlar yo besh namoz o'qiydigan chiqadi, yo o'qimaydigan chiqadi. O'qimaydigan chiqsa u kofir, yahudi, o falonlik odamlar degandek nurg'unlagan fatvolarni o'tirib qo'yish orqali u davlatga boj to'lashni ashiyat to'sidi. To'sib, uning o'zini sadaqa deb, sadaqa zakot degan nom bilan bu o'zi sadaqa va zakotni yani Qur'onda innamas sadaqat lil fuqaro'i val masakin va ibn sabil degan o'zi 7-8 o'rinning o'zi bayon qilindi. Aş o'rinning o'zini dasmiy qilib olib, shu o'rinlarga biz yetkazib beramiz deb o'tirib, ular o'zi zakotni, yana bojni, davlat bergan bojni shu derneklar yig'adi. Yig'gandan keyin ular endi xalq buningdan asli o nimani zakotni ular bergandan keyin qani berdingmi deb surishti qilish kerak. Bergan yani ko'rsatish kerak dalil isbot bilan. Hem surishti qilaylik desa degan vaqtda surishti qilib qo'ymaydi. Uni nima deydi degan vaqtda o'ng qo'lini berganda so'l qo'li bilsa bo'lmaydi. Hem u qadar nima qilish kerakki, berish kerak, asla uni savol so'rovini qilmaslik kerak. Mandaq fatvo chiqardi endi. Shuning bilan u xalqning o'zi uni u o'ng qo'li berganda so'l qo'li bilmaslik kerak. Agar o'zi bilsa, u vaqtda riyokorlik qilgan bo'ladi. Riyokorlik qilsa, u vaqtda u bergan narsaniki hech qanday savob bo'lmaydi. Hattoki riyokorlik qilganligi uchun u bergan oylik qilib qolsin, u odam jahannam kiradi deb uni do'zaxga qo'rqitib, Alloh taoloni qattiq azoblaydiganligi bilan qo'rqitib u insonlarning o'zini undan keyin o'zi u bergan berishga bo'ladi, surish qilishga bo'lmaydi degan o'zi mandaq o'z fatvo bilan u insonlarni mandaq aldaydi bular. Hozir masalan bizniki shu yillarcha biz nimaga masalan Turkiyadagi derneklarga pul sağan bolduq. Masalan, Amerikadan saldı, Avropadan saldı, şu yerdagi g'arib musofirlarga tegsin degan niyatda masalan minglagan, 100 minglagan dollar saldı desa bo'ldi. O dollarni hech qanday bir odamlik surishti qilgan yeri yo'q. Qanchiligi shu nishon qilgan yerga tegdi, qanchalik tegmadi, uni hech qanday bir odam surishti qilgan yeri yo'q. Hem surishti qilishga haqqi yo'q insonlarniki. To'sib qo'ydi uning o'zini. Uning o'zini surishti qilishga bo'lmaydi. Bayman degandek, o'ng qo'lni berganni so'l qo'li o'zi bilsa bo'lmaydi degan o'zi fatvo bilan insonlarni shunday o'zi to'sib, shunday o'zi u xalqa yerga ishib o'rishga o'ziga shunday yo'l hozirroq qildi. Shuning uchun bu Pokiston deymiz, Afg'oniston deymiz, bu yerda qilchi desa, masalan, Pokiston Islom Jumhuriyati deydi. İslam Cumhuriyeti olgandan keyin bütün insonlar orliqdagi dernekni tamoman o'zi taqab, shu beshidagi prezident, shu parlament nimasiga bo'ysunish kerak. Nima ish qilsa, yana qoida u yerda o parlament oyda davlat hokimiyatni oyda tashlab qo'yib, orliqda ikkinchi bir davlatning ichida kichik bir davlat bo'lib, xalqning pulisini u yerga to'playsan misolga. Demakki, bular u davlatni e'tirof qilmaydigan gap. Devletni e'tirof qilmaydi, vaqti kelsa davlat qarshi chiqdi. Misol Turkiyada bo'ldi-ku. FETÖ'chil deb kuchlangan vaqtda bular o'zini bilmaydi. Andan keyin shu birla shiltin etib o'tirib chiqib, oxiri tayoqni og'ich yeb, ayndaq bo'ldi. Xuddi shunga o'xshash bular o'zi davomli shundaq o'z davlatga qarshi faqat o'zini samirtish uchun harakat qildi bular. Va olgan xabarda shu Pokistonniki masalan Jamoat Islomiy deb eng cho'ng o'z nimasi ekan shu jamiyat bir to'plam ekan. Ularniki pulisi davlatnikidan jiqmish endi. Agar davlatga davlatning xazinasiga o'zining pulisini qo'shadigan bo'lsa, u davlat Xitoyga, YNBYga qazib qilishdan o'zi qazib qolmaydi degan gap endi. Qaz bo'lsin, oz bo'ladigan gap. Qaz bo'lishga butun sabab bo'lgan narsa nima desa, shu musulmon mamlakatlari degan mamlakatlarda mamlakatniki boshqa yerga qaz olishlik butun sabab derneklar orliq turib butunlay shu sutning qaymog'ini olgandek bular o'zi pulning qaymog'i o'ziga yig'ib olib, u hukumatga eshib teshib qolgani bo'lganligi uchun u davlat shuning bilan o'zi kambag'al bo'lib ketgan gap. Shuni bu yerda nima degan vaqtda Qur'on mana shu narsani qattiq to'sidi yana. Hokimiyat adil
bütün xalqqa o'xshash qaraydigan bir hokimiyat bo'lsa, bo'ldi sen uning bo'ysunishing kerak. U to'la degan narsani vaqtida to'lishing kerak. Sen uning o'zi itoat qilishing kerak uning nimasiga. Chunki nima degan vaqtda adolat bilan hukm qilingan, ya'ni adolatni asos qilgan bir hokimiyat bo'lsa, demakki islom bu degan gap. Bütün o'zi shu mamlakatning ichidagi insonlarning hammasi qaysi din, qaysi mazhab, qaysi irqdan bo'lishidan qat'iy nazar, hammasi barobar yashay oladigan bir jamiyat barpo qilingan bo'lsa, hammasining haq-huquqlari, pul mali, jonlari hammasi qo'g'dalgan bo'lsa hokimiyat tarafdan, sen u hokimiyatga bo'ysunishing va hokimiyatga to'la degan bojni vaqtida to'lishing, o sening vazifang degan gap. Sen uni boshqa yerga olib to'lishing o'zi xato. Yani apırıp özü biz bunun bəsək, bu qoyluq bəsək deydi tillap ulanın özüne. Bu qoyluq bəsək, biz özü kapıra bəgən bolumuz, kapırının kuşunluşu üçün biz həsib qoşqan bolumuz. Dep insanlarını aşındaq özü nəsiyyətlər bilən, aşındaq gəplər bilən aldap, ular bəməldəp xalqni hakimiyet qarşı püşküdülan gep. Mesela biz dövlət qurğan vaqtida əgər vətnimizni azad qılsaq, dövlət mesela her qandaq dinga uç holatda, her qandaq din bilan musofasi o'xshash holatda bir e'tiqoddan xoli holatdagi bir davlat qurildi. Misolda, hozirgi bu sharoitning o'zida. Ammo shundaq vaqtning o'zida yana davlatning o'zida bu tag'ut, bu davlatning o'zi shayton, kafir, murtad, murji deb 5 patman fatvolarni chiqarib, bularga o'zi boj to'lashning o'zi harom. Bular boj to'lagan odam jahannam kirdi. Ah ko'k deb tabliq qilgan insonlar chiqmaydi degan chiqdi. Misolda devlet onu bastırış gerek o vaqtda. Şu vaqtning o'zida devlet oldigan gap. Yani bu yerda nima deyapmiz? Qur'on devletni qanday qurish, devlet o'zi devletning vazifasi va fuqarolarning vazifasi buning o'zini nihoyat uch qashqari holatda bayon qilyapti. Yani Qur'onning butun maqsadi nima degan vaqtda hamma dindagi insonlar barobar yashay oladigan, o'ziniki e'tiqodidan bahramand bo'la oladigan va boshqalarning e'tiqodiga hujum qilmaydigan, shundoq o'zi tinch bir jamiyat barpo qilish Qur'onniki g'oyasi degan bo'ldi endi shu vaqtda. Mushundaq bir g'oyaga ega bo'lgan jamiyat islomiy jamiyat deb ataldi degan gap. Bu aslo hamma odamning o'zi iymon etgan bo'lish shart emas. Hamma odam barobar yashay oladigan bir jamiyatni barpo qilish islomning g'oyasi degan gap. Buning o'zini Muhammad alayhisalom tarjim holining o'zini Xudoyim bo'lsa Makka Madina davri shu Makkani fath qilgan, undan keyingi o'sha payg'ambar alayhisalom qurgan davlatlarniki mohiyati, uniki shu yerdagi jarayonli jamiyatlarning o'zini biz nima vaqtda butunlay hamma narsa o'tirib chiqdi. Kim shu vaqtda Muhammad alayhisalom tutgan sunnatning o'zini kim tutib o'tibdi, shu vaqtda o'zi hamma narsa o'tirib chiqdi. Hozir bizni tamoman Muhammad alayhisalomni haqoratlagandek shunday bir holatda so'zlayotgan insonlar bor. O asla unday emas. Muhammad alayhisalom qurgan davlat va jamiyat qanday bir jamiyat ekanligining o'zini shu vaqtning o'zida Qur'ondagi oyatlar bilan tamoman o'zi Xudoyim bo'lsa o'tirib qo'yamiz deb o'ylayman. İslamda yani İslam tüzümüde boy kambag'allik, bilimlik odam bilan bilimsiz odamlar deganga o'xshash bundaq nimaning o'tirisida alohida farqlantirib muomala qilishga bo'lmaydi. Ya'ni kambag'al bo'lsin, boy bo'lsin, u boy o'ziga boy. Kambag'al o'ziga kambag'al. Bir odam boy bo'lgan bo'lsa, u vaqtida u boy, men degan boy deb g'odiyib, kambag'alni yoqtirmay, uning o'zini kamsitadigan bundaq ishlarga Qur'oni Karim, ya'ni islom yo'l qo'ymaydi. Uning ustiga boy bo'lgan odamlarniki vazifasini nihoyat og'ir ekanligining o'zini Qur'on jiq yerda bayon qiladi. Chunki qo'lda qancha jiq narsa bo'lsa, u insonniki gardindagi vazifa shuncha og'ir bo'ladi. U vazifani ado qildim, qilmadimi, buning o'zi surishti qilindi. Shuning uchun bu boy bo'lgan odamlar boy bo'lish nihoyat yaxshi bir ish, ammo uni to'g'ri yo'lga ishlatgan vaqtida yaxshi bo'ladi. Ammo uni boy bo'lish uchun o'zining millatini, o'zining vatanini setib turib yoki o'zining millatiga xiyonat qilib turib, bundaq o'zi boy bo'lish,
Bu özü bay buluş özü yollarına tamamen hakaret kıllık hesaplandı. Şunun için bu yerde bay kembegallik, bilimlik, bilimsiz, ya olmaydı çıraylık sert, ya uğruq semizlik arkalık bir adamdaki yaxşı yamanlığı nim kılınmaydı bu yerde, bahalanmaydı. Asla özü bu neslik itibar verilmeydi. Fakat o adamdaki takvalığı itibar kılındı. Kur'an-ı Kerim'de inne ekremekum indallahi etkakum diyen ayet var. Yani Allah'ın dergahida hürmet sazavar olgan insanlar, kandak insanlar diye vaqtda hata iş qilmagan insanlar. Yani to'g'ri ish qilgan insanlar degan gap endi. To'g'ri ish qilgan insanlar bu o'zi Allohning dargohida hurmat sazovar bo'ladi. Ammo o'zi boy bo'lsin, olim bo'lsin, bu odamlar hurmat nimaga qiyomat kuni Allohning dargohida hurmat sazovar bo'ladi degan bir narsa yo'q. Olim bo'lsinmi to'g'ri ish qila olishi lozim. Boy bo'lsinmi to'g'ri ish qila olishi lozim. Shu vaqtda o'zi Allohning dargohida hurmatga sazovar bo'ladi. Buni da misol jihiyada o'zi oyatlar bor. Misol Humaza surasiniki birinchi oyatning 3-oyatgacha masalan vaylul likulli humazatil lumaza allazi jamaa mala va addada degan mush oyatning o'zidimi pul mol bor insonlar, pul yo'q, namrat insonlarning o'zini masxar qilib oldi keyindan o'zi qara kambag'al gadoyning o'zini degandek mundaq o'zi qilganligini qattiq so'kib bundaq odamlarning holiga voy degan bir oyatlar undan boshqa jihiyada bundaq sohada oyatlar bor misolda. Shuning uchun Qur'onda bir-birini masxar qilish, bir odamni yana bir odamdan ustun ko'rish bu ishlarning o'zi tamoman o'zi cheklanadi. Hamma odam qaysi din, qaysi e'tiqod va qaysi mazhab yoki qaysi irqdan, qaysi rangdan bo'lishini qat'iy nazar o odamlar hammasi insonlikda o'xshash holatda Qur'onniki muddaosi bu. Yani o'xshash deb o'zi baholandi. Yani bir davlatda misol Angliyadagi davlatda butun millatlar bor. Oq bo'lsin, qora bo'lsin, qandoq dinda bo'lsin, bu yerda necha yuz yoki necha ming xil din va makiyash qilib shundoq jiq o'zi narsalar bor. Undan keyin bu Yahudilarning qilsak, Yahudilarning yomon jiq mazhablari borki, ash mazhabning odamlarini hammasini ko'ramiz misol. Ba'zilari beshiniki shu cho'qqisi kichkina alqandek bir do'ppini kiydigan, ba'zilari g'alvudek o'zi yo'g'on sarpish tumoq kiydigan, ba'zilari normal bir tumoq bilan oq tumoq kiydigan, ashundaq nurg'unlagan mazhablar borki. Demak, qaysi mazhabda bo'lish u odamning o'zining shaxsiy ishi, qaysi dinda bo'lish, qaysi e'tiqodda bo'lish, qaysi din degan qaysi e'tiqodda bo'lish u odamning shaxsiy ishi. U odam qaysi ibodatni qilish, qilmaslik u odamning shaxsiy ishi. Qaysi narsani yeyish, yemaslik ham o insonning shaxsiy ishi. Yani bir odam kala go'sht yegan bo'lsa, kala go'sht, qo'y go'sht yegan bo'lsa, u odamning o'zi to'g'ri bir odam hisoblab, yana birisining o'zi to'ng'iz go'sht yegan bo'lsa, bu odamniki butun ishlarining o'zini xato ish qilgan odam qatori hisoblashning o'zimi buni o'zi Qur'onda nim qilinmaydi, e'tibor qilinmaydi. Chunki u yegan narsa o'zining shaxsiy narsasi. Ammo u odam ba'zi nurg'ulg'an insonlar bor, to'ng'iz go'sht yeydigan hozir masalan xristianlarning ichida nurg'ulg'an to'g'ri ish qilgan insonlar bor misol. Insonlik sohasida yaxshi ish qilgan insonlar bor. Kunligi masalan bir qatimmi hayoti bo'yicha o'zi bismillah Allohu akbar demagan qo'yni yeb boqmagan. Mushundaq o'zi bak halolni bak surishti qilgan shundaq insonlar bor. Ammo davlatning bejini qo'lab, yoki olmaydi, u yoq bu yoq bo'lsa, bu xalqning bir tal tukuni julib olsak, hisob deb o'g'irlik qilgan, shundaq eski ishlarni qilgan insonlar ko'p. Shuning uchun bir insonniki qaysi dinga ishonmasligi, qaysi ibodatni qilish qilmasligi va qaysi irqda bo'lishi, qaysi narsani yeyishi u insonniki yaxshi yomon bo'lish, yaxshi yomon ekanlikka qo'yilgan bir diagnozga asos bo'lolmaydi. Demak, u odamniki amaliy qilgan ishi u odamniki nemisniki isbot oldu. Yani qanday odam ekanligining isboti oldu. Islomda har qanday bir narsaning o'zini maslahat qilish bu tavsiya qilindi. Yani va shavirhum fil amri degan o'zi fayza azan fatavakkal alalloh degan oyat, bir qancha oyatda shunga o'xshash oyatlar
bayon qilindi Qur'onda. Bu nima degan vaqtida bir davlatning ishini yoki bir jamoat, jamiyatning ishini qilmoqchi bo'lsa, uni bir qancha shuni bildigan yaxshi o'zi tajribali odamlar bilan o'ltirib, uni maslahatlashib qilsa, uni nihoyat yaxshi to'g'ri qilib bo'lganligi uchun shuningga Qur'onda payg'ambar bo'lsinmi, garchi payg'ambar alayhissalom sen o'zi ashlar bilan maslahatlash deb buyruqliq. Chunki gerçi payg'ambar bo'lsinmi, nurg'uyat xato ketib qolishi mumkin. Misol, Badr urushining o'zida bu yerga tushgan vaqtida ya Rasululloh, bu yerga sen o'zingniki ra'yi bilan tushdingmi yoki Alloh sen shundoq buyurdimi degan vaqtda o'zimni ra'yi bilan degan vaqtida unda o'z bu yerga tushgunimiz xato. Bu o'zalqi urush strategiyasiga nisbatan bu nihoyat xato bir yer, dushman o'ng'ayli bizni mag'lub qiladi. Uning uchun bu yerga tushsak bo'lmaydi deb sahobalarning ichida maslahat berib, yo'tkalgan sohada Muhammad alayhissalom tarjima degan kitoblardan bor bu. Bayon qilindi misolga. Shuning uchun davlat ishlari bo'libmi, jamiyat ishlariga o'xshash bundaq ishlarning o'zini shu sohada yaxshi bilim egasi bo'lgan insonlar bilan maslahatlashib qilishning o'zini Qur'on buyuruydi. Qur'on yana islom oila ishlariga nihoyat o'zi ko'ngil bo'luklik. Oilaga kelgan vaqtda misol o'g'il qizlarimizni to'yni qilish ishlari bo'lsa, bu vaqtida o qizlarniki, o'g'illarniki to'yni qildigan vaqtida ularniki shu to'yni qilib bo'lgandan keyin uyni tutib keta oladigan, bir uyni boshqara oladigan, o uyning o'zini idora qilib manga oladigan holatda bir iqtidor egasi bo'lishining o'zini Qur'on o'ttirib qo'ydi. Shunga payin anastum roshdan degan ibora bor Qur'onda. Agar sizlar ulardan yana Sura Nisoning 6-oyatida ulardan yo'lini tep manga oladiganligini sizlar his qilsanglar, shu vaqtida ularni o'ylandirsanglar bo'ladi deydi. Ya'ni o'zi 18 yosh kirgan chog'da o'ylash, to'y qilish kerak, 20 yosh kirganda to'y qilish kerak degandek bundaq bir yosh cheklamasi yo'q. Bir qism bolalar va 18 kirmay turib to'y qilish iqtidori, to'y qilish nemasi yetilgan bolalar bo'ldi. Ba'zan bolalar bo'ldi 25-30 yosh kirgan vaqtida yetilib olamaydigan bundaq bolalar bo'ldi. Shuning uchun bu yerda yetilish, ya'ni shu sohadagi saviyasining yetilishi nihoyat muhim. Chunki u bir uyni yetaklab, u uy bo'lgandan keyin baljoqlik bo'lgan gap, u bolani to'g'ri yetaklab, uyni idora qilib, uyni o'zi har sohadagi qiyinchiliklarni hal qilib manga oladigan bir iqtidor egasi bo'lishining o'zini Qur'oni Karim buyurdi. Mushundaq bo'lgan vaqtda o'ylansa bo'ladi deb qaraydi. Endi islom to'g'riliq hozir so'zlasak, yani nihoyat uzun bir o'zi jarayon ketadi. Yig'ib aytgan vaqtda islom nima deganda, islom sog'lom, tinch bir jamiyat barpo qilish ekanligini qilish uchun tuzalgan bir tuzum ekanligining o'zini bilib olsak bo'ladi. Buningda hech qanday e'tiqod, ibodat asos o'rin tutmaydi. Hech qanday bir yerda islom tuzumining o'zida islomga asosan yana o'zi iymon etmagan odamlarni jazolaydigan, o'ltiradigan, ibodat qilmagan odamlarni jazolaydigan bundaq bir tuzum aslo mavjud bo'lmaydi. Ya'ni u masalan bu hidoya sharvoqayda bor bu narsa, bu islom tuzumi emas. Ya'ni bu hidoya sharvoqayi Umayya, Abbasiya sulolasi zamonlarida yozilgan kitoblar bo'lganligi uchun bu kitob bu suloli zamonlarda tamamen Muhammed Aleyhisselam olib kelgan o'zi dinniki yani o'zgartib, shu tuzum bilan boshqarishdan iborat bundaq bir narsa ekanligini tamamen amaldan qoldirib, e'tiqodni asos qilgan. Bir o'z dinga aylantirganligi uchun shuni o'zi e'tiqod, yani iymon etmaganlarni o'ltirish va hokazo degandek mushundaq so'z, mushundaq narsalarni u kitobiga yozgan hamda namoz o'qimagan odamlarning o'zini jazolash, hatto 3 kun namoz o'qimagan odamga mandaq jazo berish, 3 qatim jumaga bormaganligi mandaq jazo berish degan o'xshash nurg'unlagan o'z jazolar shunda o'zi bayon qilindi. Buni o'zi tamamen
bu islom, ya'ni Qur'on o'tirib qo'ygan islom bilan bog'lashmaydi. Qur'on o'tirib qo'ygan islom ibodat, iymon sohasi, ya'ni e'tiqod sohasiga jazo qo'llanmaydi. Jazo qo'llanish o'z nemasi yo'q. Undaq o'zi moddasi yo'q. Buningda faqat adolatni asos qiladi. Yana Qur'ondagi shu prinsiplarga asoslanib, yana o'zi tuzilgan qonun bo'yicha nimani jamiyatni idora qiladi. Ammo u tuzumning ichida, u qonunning ichida iymon etmaganlarga mana jazo berish lozim degan qarta modda bo'lsa, u vaqtda u Qur'on o'tirib qo'ygan islom bo'lolmaydi. Endi hozirgi programmaning o'zida islom va shariat haqida bayon deb yozilibdi-ki, shuning qarta shariatning o'zini qisqacha to'xtalaylik, buningda vaqtni oz qolibdi. Shariat deganning o'zi bir yo'l. Yana islomniki prinsiplariga asoslanib turib, insonlarga qarta, insonlarning qilmishi qarta, so'z harakatlari qarta tuzilgan bir yo'lning o'zini shariat deb ataladi. Qonun desak ham bo'ladi buni. Bu shariatning o'zini mau an'anaviy islomning o'zida hidoyat shar'i qoidaning o'zini shu shariat qonun deb qaraydi. U o'z vaqtidagi bir qonun desakmi, u bo'ladi. Misolida o'z vaqtida Ebu Hanife deymiz, İmam Ahmad deymiz, İmam Şafii deymiz, İmam Muhammad deymiz, İmam Malik deymiz. Shu imomlarniki har bir tug'an rayonda shu rayonning amaliy ahvoliga qarta bir qism o'zi qonunlarni, bir qism ahkamlarning o'zini shu yerda nim qilganki, bino qilganki, yana shu yerda tuzib chiqqankan, uni keyingi vaqtda hammasini birlashtirib, paloni an deydi, pustoni man deydi deb uni o'zini bir-biriga suqib solib, shunday o'zi bir kitob chiqqan ekan ham. Buni hidoya deb, sharh qoida deb ikki qism, ikki kitobda hamma narsa bor. Ammo ularniki bir qism shu u davra qulluq davri bo'lganligi uchun shu qulluq davrining o'ziga loyiq shunday bir nimaning o'zini, qonunlarning o'zini tuzgan hamda. Ammo ularniki faqat shu e'tiqod sohasidagi e'tiqod imomlari, endi ayrim bir imomlar bor, u butunlay uniki mazhablashishi xato. Ammo ahkam sohasidagi imomlarniki o'xshamagan sohadagi mazhab bo'lishi balki xato hisoblanmaydi. Chunki nima ish qilgan vaqtida ahkam sohasida har bir rayon yoki har bir yerdagi har bir rayon desak bo'ladi. Rayonning o'ziga shu rayondagi xalqniki amal ahvoliga qarta Qur'ondagi prinsipni asos qilib shu qonun tuzash bu to'g'ri bo'ldi. Bütün o'z mamlakat bo'yicha bir tal qonun tuzab qo'yib, undan keyin o'zi hamma odamni ba'zi rayonlarda kambag'allar jiq bo'ladi, ba'zi rayonlarda boylar jiq bo'ladi, ba'zi rayonlar sanoatlashgan bo'ladi, ba'zi rayonlar masalan sanoatlashmagan bo'ladi. Ashuna har xil bo'ladi. U vaqtda hamma rayonga bir tal qonun tuzab qo'yib, shu qonunga bütün insonlarning o'zini zo'rlasa, u vaqtda bir qism insonlarga to'g'ri muomala qilgan bo'lsa-mu, bir qism insonlarga to'g'ri muomala qilinmaydi. Zulm bo'ladi misolida. Shuning uchun bu Qur'on nima deydi degan vaqtida Sura Maidaning 48-oyatida va anzalna ilaykel kitob bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitob va muhaiminan alayhi fahkum baynahum bima anzalallohu va la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqqi. Likullin ja'alna minkum shir'atan va minhaja va law sha'allohu la ja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum ma ataakum fastabiqul khayrat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun degan shu oyatning o'zida ochiq bayon qiladi misol. Allah tushirgan narsadan hukm qilish haqida bayon qilib kelib, oxirisi nima deydi degan vaqtda likullin ja'alna minkum shir'atan va minhaja deydi. Yani her bir inson, her bir toplum yoki hozirgi har bir davlat uchun yoki har bir rayon uchun uniki o'z oldiga bir qonuni bo'lishi lozimligi bayon qilindi. Misol har bir shaxsiy uchun desak ham bo'ldi buning o'zini. Masalan, hozirgi vaqtda bir davlatda biz masalan Angliyada yashayapmiz. Angliyada bir odam 48 ming va 50 ming sterlin atrofida shundoq o'zi nim qilsa,
ishlasa, u vaqtda hech qanday uning yordam bermaydi hukumat. O adam bütün özü nemesiniki öy kirası, tok pulu, suv puli, özüniki qosaq yeydigan hamma narsani o'zi ko'tara oladi deb qaraydi. Shuning o'zi onunğa hech qanday yordam bermaydi. Bu sandı men xato deb qo'ygan bo'lsam, mana xato dedi deb uni davron qilishga hojat yo'q. Uni o'zi shu sonning o'zini yaxshi bildiganlar bu men manchilikka yetgan vaqtda mandaq qildi desa deb tushunsa bo'laverdi. Men taxminan deyaptiman. Aniq o'zini bilmayman uniki. Şu Norvegiýada başlaqdy. Norvegiýada biz şu 10 neçe ýyl işledik. Şu ýerde özümizniki bütün özü kira, qosaq hemme näsini qamdygydek halatda bir iş tapsak, hökümet bizge ýardam bermeýdi misalga. Kanun aşy. Eger biz şu özümizde qamdygydek näsiniki yerimidek pulun tapa alsak, hökümet yerimini berdi. Demek bu ýerlik näse näme diýen wagtda her bir insan üçünmü hem mahsus bir özü kanunyň bir ýerleri bar diýen gep. Yani agyryp kalsak, misal agyryp kalgan karta o adam täminlep durdy Sakaýga çarlykda. Sakaýgan eken işleýmiz. Aşyna okşaş öz nurgulgan näsiller boldy misalga. Hudi şuna okşaş her bir toplum, mesela bizniki wetenni misalga alsakma, Xitayniki nemeside asli kanunyň özde bizni wetende Avtonomiya kanunu var. Avtonomiya kanunu bütün Cumhur kanunun içinde yani ayrım bizim vatanga qartılgan bir kanun. Xuddi şuna okşaş, Angliýanyň özüdemi Şotlandiýada ayrım kanun bar, Walesde ayrım kanun bar, Angliýanyň nemisde ayrım özü nemisi bar, aşyna okşaş umum kanun özü any kanun bir bolsumy, lekin elki raýon qarap bir kısım kanunda andaq özgürişler bar. Mesela Şotlandiýada ali mektepde okuganlardan pul almaydy. Neminin özde, Angliýanyň özde neçe diýen wagtda pul aldy. 9200 koýma şundaq pul aldy ýylyga. Şu hökümetiniň mehdi ýyly töleýän näse. Hudi aşyna okşaş nurgun elki bäzi ýerde, mesela Londonda awtobus çyksa, uşak walla onu pul almaýdy. Nemede çöldüse Şotlandiýada uşak wallagyn pul aldy misalga. Hudi şuna okşaş bir kısım okşaşmaýdygan aşındaq ýerler mevcut. Şu ýerniň şaraýaty garta tüzülgen. Şuning üçin bu Qur'anyň özünde aýdylsa, "Likullin ja'alna minkum şeriatan we minhaja" diýen aýatyň özüdemi her bir toplum, her bir şäxsi üçin bir özü kanunnyky bir kanun tüzeş hukukynyň baglygy. Ýani bir döwlet bolsa, o döwlet özüniki umumy insanlarga, umum fuqaralarga garta bir döwlet kanun tüzse, yani o döwletniň içindeki bäzi bir raýonlyk garta, o raýonyň ämel ähwalyna garap, aýrym bäzi bir özü umum kanundan sırt, yani bäzi bir kanunlarny goşumçy kılış kerekligi misal nim kılındı. Şuning üçin bu ýerdeki näse näme diýen wagtda bütün dünýäge bir tally kanun tüzeşni Allah Taala burmasdan her bir raýon, her bir döwlet özüniň ämel ähwaly, yani işki, taşky, siýasy, iqtisady ähwaly we jemgyýet ähwaly garta aşynda kanun tüzeş hukuky baglygynyň özüni bayan kıldy. Bu kanunyň özü Qur'anга asasen adalet, yani bir ämeli ähwal, yani şu ýerdeki bütün jemgyýetniki ämeli ähwaly garta tüzelgen kanuny dewatdy. Bu ýerde adalet diýen wagtda şu kanuny bütün insanlaryň oturusida barabar icra kılıç. Kur'an-ı Kerim bunun özüne buruydu. Yani hem adamge okşaş elki mezhebi, itikadi, yaki rengi royu, yaki milleti qarap, onun qarap öz icra kılmasdan insanlık noktasıdın. Yani hem adam okşaş bir insan kanunu aldı, hem okşaş diyen asasta icra kılışının özünü buruydu. Bunu Kur'an nimde etdisi adalet dep qaraydı. Yani jigpetqa wagtda İslam bir tüzüm bolsa, mesela hazır Angliýada liberal demokrat sosial demde aşındaq bir tüzümken, Türkiýäni misal alsak, misal laik tüzüm. Tüzümi aşşu. O kitapni okusa, azrakly bir kitap birden okup boldy, bir kança maddalardan terkip tapgan bir kitap asaslyk maksatnyň özüni bayan kılgan. Endi bütün Türkiýäniki tüzüm kanuny
aş tüzümge asaslanıp turup tüzelgende. Şunun üçün bu yerlik näse näme bolsa, tüzümni belgileýdigan näse. Näme kanunny belgileýdigan näse näme bolsa tüzüm. Tüzüm belgileýdi. Mesela Xitaynyň özü sosialist tüzümni kubul kılgan, aşı kanunlarynyň hemmesi näme dese, sosialist tüzümni asas kılgan halatda tüzelgen kanunlar boludy misal. Xitay hazır undaq näse kep galmady, Xitay tamamen o sosializmni jalaşdyryp atdy misalga. Eger aşo näme bolsa, düşünüş muşundaq boluşy lazımda. Endi şeriat ayrım näse, İslam ayrım näse ikenligini, İslam näme eken diýen wagtda İslam bir tüzüm ekenligini, şeriat jödüse şeriat şu tüzümge asaslanyp turup çıkarılgan bir kanun ekenligini özüne. Mesela Cinayi işler kanuny, ähtilap kanuny, su kanuny, ekologiya kanuny diýmez, orman kanuny diýmez. Misal hayvanatlar kanuny diýmez, ballar kanuny hazırky wagtda mesela uşak ballaryny ata-anasy urup, hokaza hökümet tatyp aldygan işler bar misalda. Munda kanunlar diýmez, nurgullygan sosial ýardam kanunlary diýmez, aşyna nurgullygan kanunlar bar döwletniki nemesiniň içinde hazırky wagtda. Men aş kanunlarynyň hemmesi näme belgilendi diýen wagtda aşu ýukarky özü kubul kılgan tüzüm arkaly belgilendi. Yani bir döwlet sosialist tüzümniň özüni kubul kılgan bolsa, bütün şu kanunlarynyň hemmesi şu sosialist tüzümni asas kılgan halatda kanun çıkarıldygan gep. Şunuň bilen özü o bu ýer näme boldy diýen wagtda tüzüm kanuny belgileýdigan bir näse bolup hesaplandy endi. Şunuň üçin Kur'an tüzümniň näme kanunyň üstünde turdygan, bilimni belgileýdigan, mesela bilimni belgileýdigan, bilimni okusaň boldy, many okusaň bolmaýdy dep munda belgilemeýdi. Bilim okuşga tamamen yol koydu. Her kandak bilimni okuşga yol koydu. Lekin onu belgilemesi näme bilimi kartarsa, onu hata ýerge işiltişge yol koymaýdy. Ya hata işiltişge ýa koymaýdy, yol koymaýdy Kur'an. Yani insaniyetniki ýa koymaýdy, hayvanatlarniki ýa koymaýdy, üsümliklerniki, yani bütün öz tabiat dünýasyny weýran kılış, ýa onuň özü ziya ýetkiziş maksatda işiltişge Kur'an onu çekleýdi. Şunuň üçin bu ýerdeki näse her bir sahäge näme wagtda jemgyýet tüzüminiň özümi jemgyýetke nähaýaty mas kelgen halatda jemgyýet bütün insanlarny birleşdirdigan, insanlarny oturusynda baraberlikni tutup tura alaýdygan bir tüzümniň bir kanunyň özüne çıkırışny näme kıldy? Mesela onuň üçin bu ýerde biz Angliýanyň özünde bir adamnyň özüne bir kara apryklykynyň özüne Karabaý dep onu rengi roýup karta hakaret kılsak, hökümet bizge jaza koýdy. Nimişka diýen wagtda kara bolsun, ak bolsun hemmesi insan, insanlyk noktasynda muamele kılışnyň özüne kılıç belgilendigen kanunda. Şunuň üçin o ýerde biz onuki rengi roýuga özü karap, magoýnyň özü kapkara bir goý eken dep oturup onu hakaret kılsak näme bolady dese, kanuny hilaf kılgan bolýarmyz. Kur'an-ı Kerimmi zaten insanlyk noktasydan muamele kılışga burydy bu hakda. Şunuň üçin bu ýerdeki İslam bilen şeriatnyň oturusynda biz bilip aldygan noktalar şu. Yani şeriat dese İslamnyň özü aşşu dep karaş nähaýat hata. Misal nemeniň özüne maşo Hidaýa Şerwakaynyň özüne İslam dep karaş o hata. O İslamdaki prinsiplerge endi tamamen hemmesi prinsiplerge uygun bolmasyn bir kısım ýerler uygun, nurgu ýerler uygun ýerler bar misalga. Onda bolgandyken o İslamdaki şu prinsiplerge asaslanyp çıkarılgan bir kanun bolup hesaplandy. Onu biz hazır kanun kılıp işletsek bolmaýdy. Näme üçin diýen wagtda o 1000 ýyl burun az bolsa, bolmasa 1700 ýyl burun bir tüzelgen, şu wagtky jemgyýetke karta tüzelgen bir näse bolganlygy üçin hazırky jemgyýetke mas gelmeýdi. Mas gelmegänligi üçin onu jaýy goýup, onuňa hakaret kılmasyn, onu jaýy goýup, hazırky jemgyýetke mas keladigan, hazırky jemgyýetdeki işlerini hal kıla alaýdygan bir kanun tüzeş gerek. O kanunyň özüne, yani İslamdaki şu prinsiplerge asaslanyp turup tüzse, o wagtda özü İslami kanun bolup çykydy. İnsanlar onuňa itaat kılsa, İslamga itaat kılgan boldy. Kimki İslamga itaat kılsa, Allah'a itaat kılgan boldy yani. Onday wagtda.
Shuning uchun bu yerdagi ikkisini birlashtirib bir xulosa qilgan vaqtida shariat nima ekan degan vaqt shariat bir tuzumkan. Turkiyadagi loyiq tuzum degan bir tuzumkan. Shariatchi degan vaqtda shu tuzumni asos qilib turib tuzalgan qonunkan, ya'ni. Buni o'zi shundoq bilib olsak bo'ldi. Ovozim keldimi? U qonunning o'zini butun insonlarga insonlik nuqtasini ijro qilish, ya'ni barobar holatda ijro qilish Allohning adolatini o'zi vujud chiqarganlik bo'lganligini bildirdi yana. Qur'ondagi asosiy maqsadi adolatni vujudga chiqarish, adolat orqali barobarlikni amalga oshirish bu maqsad qilindi. Xo'sh. Yaman jiqaroq tayyorlik qilib kelman men buning o'zini, buni nurg'un yerlarni qo'yib qo'ydim. Hozir yana so'zlashib qolsa 1 soat vaqt ketildi yana. Ovozim keldimi ya? Ha, keldi. Tabiatı degan chog'da shariat degan tuzum deb soldilar. Islom demoqchilar. Qayta Ha, debasizlar shu gapni. Ha. Islom degani bir tuzum. Mana hozir islom va shariat to'g'risida to'xtalyapmiz. Islom degani bir tuzumning eti. Xuddi masalan Turkiyaniki loyiq tuzumga o'xshash bir tuzumning eti. Tuzum qonun emas, ya'ni qonunni belgilaydigan narsa. Shariatchi degan vaqtda shariat qonun. Ya'ni shariat shu islomdagi tuzumini asos qilgan holatda tuzilgan qonunning o'zini desa shariat deb ataldi. Shuning uchun bu yerda Qur'onning o'zini hem qonun, hem ilm-fan kitobi, hem tarix kitobi deb bunda qarashning o'zini shu beshik degandeklar bu xato bir narsa. Qur'on faqatla o'zi tuzumni o'tirib qo'ygan bir kitob. O tuzum bo'lganligi uchun u jamiyatning ofisida qolmaydi. Misol 1800-yillari Marks sotsializm, kommunizm, kapitalizm degan bu tuzumlarning o'zini yozib chiqqan bo'lsa, hozirgachilik masalan nurg'un davlatlar shu sotsialist tuzumda ishlayapti. Masalan, Yevropada ishlayapti. Sosyal demokrat tuzum deb shu Nemalning o'zida masalan Norvegiyaning o'zi sosyal demokrat tuzumda yashaydigan bir davlatlar, masalan nimada Yevropada nurg'un davlatlar shundaq sosyal demokrat tuzumda yashaydi. Shu nima shundaq sosyal shu nimaniki Angliyaning bir tarafi. Bu o'zi uni 1800-yillari u tuzum shu jamiyat shu vaqtdagi ahvol qarta shu jamiyatni qanday yaxshi idora qilib bo'ladi, shu holat tuzilgan bo'lsa, u har jilsi bir qancha moddalar masalan qonunning ichida shu tuzumga asoslanib tuzilgan qonunning ichida bir qancha modda amaldan qog'ozlanib, yana yangidan bir qancha moddalar o'zi o'tirib qo'yildi. Nima uchun degan vaqt davomli uning o'zini formatlab turdi. Yangidan shu jamiyatga moslashtirib, o'ziniki ichki va tashqi amaliy ahvoliga o'zi moslashtirgan holatda xalqni texnik yaxshi idora qilish maqsadida uning o'zini davomli o'zi deform qilib, masalan shu nima tuzitib, nimalarning o'zini yangidan o'zi nimalarni shu moslashtirib shunday qilib turdi. Shuning uchun bu islomda degan vaqtda o'z vaqtida Abbosiya shu nimaniki Umayya sulolasi zamonasida shu qonunlar yozilgan bo'lsa, ash qonunni shu pati eslab verishning o'zi asli xatolik. Uni davomli jamiyatga moslashtirib, har zamon, har makonga moslashtirib, shunday davomlashtirib kelgan bo'lsa, u vaqtda u tuzum hozirmi amalda qolmagan bo'ladi. U qulluq tuzum, qulluq davri tuzilgan paytda qapqaliqlik. Hozir o kitobni o'qigan hammasi nima desa, nurg'un yerida mavali qo'l, masalan shu shunday sohada so'zlandi. Uniki hozirgi vaqtda hech qanday o'rni yo'q. Uni o'zi nima qilmagandan keyin uni qayta formatlab, qayta o'zi yangi bir tuzum holatiga kelmagandan keyin u shunday qapqali vergan gap, uningga amal qilganlar, undan keyin dunyoda eng qaloq insonlar o'zi insonlarning orasida shunday nima qilgan. Masalan, Talibanlarning o'zi islom amirligi qurdi. Qilayotgan ishi 1000 yil, 1400 yil burungi ishlarni qiliqlik, masalan, biz bu shariatni ijro qildik deb. Ular hozirgi zamonga loyiq holatda bir qonun
islomniki tuzumga asosan bir qonun ijod qilgan bo'lsa edi, u vaqtda yana o'zi ilg'or bir qonun ijod qila olgan bo'ladi. U vaqtda nima desa, zamonga loyiq, ya'ni mush zamonimizda yashay oladi. Zamonimizga loyiq yashay olgan bo'ladi. Ammo unda qilmasdan u burunqi bir zamonda qulluq zamonidagi bir qonunni o'zimizdagi qonun degandikin shu zamondagi ishlarni ijro qilishga majbur qildigan gap. Shuning bilan insonlarning hammasining oldida shunday qilib masxara qildigan gap bu narsa. Shuning uchun bu Qur'on nima deydi degan vaqtda davomli uni prinsip o'zgarmaydi. Islomniki prinsipi o'zgarmaydi, ya'ni tuzum o'zgarmaydi yani. Ammo qonun tuzumga asoslanib turib, davomli o'zi o'zgarib turdi. Qonunning o'zgarganligi u tuzumning o'zgarganligidan darak bermaydi. Mesela Kur'an'ın özünde Bizde bu hatalık nima ekan desa, bularga biz aşağıdaki kanunni şu tüzümde bilib elib bizchu işte onu almashib qo'ygan gapda. elbette. Shuning bilan onun degan sünnet deymiz, hadis deymiz, o deymiz, bu deymiz, tiken, yetib tiken, qopab tiken degan gapning hammasi akiplab, meni mushuning o'zi tüzüm, mushuning o'zi islom deb yutturgan gapda haqqi shu. Elbette. Kelib chiqqan xatolik shuni qilayotgan gap. Şuna hadis inkarcısı, sünnet nimesi deb turib olishdiki sabab bu shu ekanda. Elbette. Mesela en addi bir nesini misal qilsak, Peygamber Aleyhisselam 1400 yıl burun şu qulluq davrida dunyoga kelgan ve qulluq davrida davlat qurgan bir odam. Şu zamanda şu qullar to'g'riliq, mesela Qur'onda qullar to'g'riliq nurg'ulgan oyatlar bor. Cho'rlar, qullar to'g'riliq nurg'ulgan oyatlar bor. Nurg'un o'z diniy olimlar bu oyatning hozirgi vaqtda nima keragi deb so'zlayotgan olimlar mavjud. Uniki bizga hech qanday taqishib qoladigan yeri yo'q. U qulluq davridagi qulni tasvirlaydigan bunday oyatniki bizga taqishib qoladigan hech narsa yo'q. Shu zamonda masalni, shu qullarning orasidagi masala, qul va xo'jayinning o'rtasidagi masalalarni hal qilgan oyatlar, misolga. Endi agar Muhammad alayhissalom hozirgi vaqtda hayot bo'lgan bo'lsa degan vaqtda u tuzumlar tamoman o'zi shu nimaga islomning shu tuzumni yani joyida qo'yib qilib, uniki o'z qonun sohasidagi narsalari, ijroatlari tamoman hozirgi zamonga loyiq ijro qilingan bo'ladi yani. Muhammad alayhissalom 1400 yil burun biz Makkada bunday qilgandik, hozir sen bunday qilsa demasdan, hozirgi jamiyatdagi masalani qanday hal qilish nuqtasini qaragan bo'ladi. Shuning uchun bu yerlik narsa nima desa, Qur'onda bo'lsa nurg'ulgan nimalar bor. Masalan, Musa alayhissalom, İsa alayhissalom, İbrahim alayhissalom, Muhammad alayhissalomniki zaman nimalari voqealigi bayon qilindi. Mushu voqealikning bayon qilinishi nimani bildirdi desa, Muhammad alayhissalomdan 1000-2000 yil burun yoki undan uzun o'zi burun o'tgan payg'ambarlarning voqealiginiki bayon qilinishi, shu payg'ambarlar shu Qur'onda yana shu o'zining kitobidagi Qur'ondagi shu prinsiplar shu kitobda bo'lgan yani shu prinsiplar asosan shu jamiyat qanday ish harakat etib bo'lgan. Muhammad alayhissalom o'zining jamiyatida shu prinsiplarni qanday ijro qilish kerak edi. Buni o'zi tasvirlaydi. Shuning uchun nima degan vaqtda Muhammad alayhissalom bundan necha ming yil burun İbrahim alayhissalom bu prinsipning o'zini mandaq ijro qilganka deb o'tirib, shu paytda ijro qilgan bir yer yo'q. Yani Muhammed Aleyhisselam o prinsipni o'zining jamiyatida shu jamiyatga loyiq holatda ijro qilganlik. Bu bizga nimani ko'rsatadi degan vaqtda, sizlar o'zingizning jamiyatida shu prinsipga qanday amal qila olasizlar, shu bo'yicha amal qilishingiz kerak deganini bildirdi misolga. Shuning uchun har bir jamiyat, yana o'zi har bir davlat yoki har bir to'plum o'zining jamiyatidagi masalalarning o'zini shu yerdagi real jamiyat qarta bir o'zi Qur'ondagi prinsiplarni asos qilgan holatda bir qonun chiqarib, shu qonun bo'yicha hal qilishning o'zini Qur'on nim qilib degan gap endi. Belgilaydi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa, masalan, shariat bilan islomning o'rtasidagi farq mana shundaq. Islom bir tuzumning eti, shariat tuzumga shu tuzumni asos qilib turib, tuzalgan qonunniki eti. Ana vaqtida. Yani bu yerdagi narsa o'zgaradigan, o'zgarmaydigan bir ikki narsa bor. O'zgarmaydigini tuzum o'zgarmaydi. Yani islomdan iborat bu tuzum o'zgarmaydi. Ammo shariat desa har yerda shu yerlik amaliy ahvolga qarata islomdagi shu tuzumning o'zini, islomdan iborat tuzumni asos qilgan holatda shu yerning amaliy ahvolga qarata o'zi
o'zgartirilgan holatda nima qilindi? O'tirib qo'yildi va shu bo'yicha hamma odamga o'xshash ado qilinsa, ijro qilinsa, Qur'ondagi adolat o'tirib chiqqan bo'ldi. Ya'ni Ondan buni keyin o'zi Qur'on belgilaydi. Qur'on o'zi o'tirib qo'ydi yani. ondan keyin adolat o'tirib chiqqandan keyin undan keyin o yerda islomiy jamiyat, ya'ni tinch bo'lgan jamiyat o'rtaga chiqadi deganga. Albatta. O islom aşağıda adolatniki oxirgi g'oyasi barobarlik bo'lganligi uchun butun insonlarga hammasiga adil. O barobarlikning o'zimi adolatning teshigini o'tadi. Islomda hamma narsa adolatning teshigini o'tadi. O an'anaviy islomda hamma narsa iymonning teshigini o'tkazildi-ku. O bunday emas. Islomda hamma narsa adolatning teshigini o'tkazildi. Masalan, do'st dushmanlik, yani bir odam bilan do'st bo'lishning o'zimi adolatniki teshigini o'tkazildi. Masalan, bir do'stimning o'zi, meniki bir do'stim bir jinoyatni o'tkazgan bo'lsa, men uni do'stlik yuz xotirasi qilib, o hukumatniki jazosidan uni qutqizib qolishim o jinoyat hisoblanadi odatda. Do'stlik o do'stlik payt qilib qoladi. O o'tkazgan jinoyat uning o'zini men davlatga pash qilishim lozim. Mayli u otam bo'lsin, mayli o'zi baljaqam bo'lsin, jinoyat o'tkazgan vaqtda uning o'zini bir o'yning bir bulunga tiqib olib, uni o'zi o jinoyatdan jazodan saqlab qolish asli o odamning jinoyat o'tkazganligi hisoblanadi. Shuning uchun bu do'stlik bo'lsin, xayr ehson bo'lsin. Xayr ehsondan Qur'on necha ta'kidlandi misol. Bir odam bir narsa bergan vaqtda u odamdan berilgan odamdan bir narsa tamoq qilgan holatda bu keyin meniki bir ishimga yarab qolar yoki buni men mendaq foyda qolam degan maqsadda bermasdan xolisona berishning o'zini maqsad qildi Qur'on. Ya'ni o'zi bir odam bir narsani berib, u odamni o'ziniki qulga aylantirib olishni Qur'on cheklaydi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda hamma narsa islomniki nemasiga asosan adolat bilan o'zi belgilandi. Adolatni teshigini o'tkazildi. Millatchilik bo'lsin, mayli o'zalqi dinchilik bo'lsin, bularning hammasi nima desa, adolatni teshigini o'tkazildi. Bir odam o'zi millatchilik qilishga bo'ladi, o'zining millatini suyishga bo'ladi, millat uchun xizmat qilishga bo'ladi. Ammo millat uchun xizmat qilish, millatini suyish niki yuqori tarafga, undan bir qadam yuqoriga chiqib o'zining millatini butun dunyodagi millatlarni ustun qilib, boshqa millatlarni haqoratlaydigan bundaq bir o'ringa o'tishni Qur'on cheklaydi. Bu o'zi Qur'ondagi adolatga tamoman o'zi zid keladi. Islomda nima e'tiqodda shundaq bir odam o'zi Allohga, payg'ambarga, farishtalarga ishonish orqali mu'min bo'lsa, u nihoyat yaxshi bo'ladi. Lekin men mu'min bo'ldim deb ishonmagan odamlarni haqorat qildigan, bundaq bir bosqichga o'tgan vaqtda boshqalarga tajovuz qilganlik hisoblanadi. Bu vaqtda zulm paydo bo'lgan bo'ldi. Zulm bu adolatning qarshisi bo'lgan bo'ldi. Shuning uchun adolat buni yo'l qo'ymaydi. Adil bo'lish uchun sen o'zingning diningni, e'tiqodingni so'ysang bo'laverdi. O'zingning ibodatini so'ysang bo'laverdi. Ammo boshqa odamga tajovuz qilmagan asosda qilishing kerak uni. Hatto o to'g'rida oyatda cheklagan. Sizlarning iymoninglar sizlarni nimada qabih ishlarni qilg'izadi degan ma'noda shu. Albatta. Shuning uchun biz bir ishni qilgan vaqtda u ishni qilmagan odamlarga zulm qilish uchun, uni haqorat qilish uchun qilmasligimiz lozim. Ya'ni vatan millat uchun xizmat qilgan vaqtning o'zida xizmat qilmaganlarni haqoratlash uchun, uni tillash uchun o'zi qilmasligimiz lozim. Uni zot xolis niyat bilan o xizmatni qilishimiz lozim. Qilmaganlarni qilishga targ'ib qilsak bo'laverdi. Lekin haqoratlashning o'zi kelgan vaqtda yoki o'zimizning millatidan bo'lmaganlarni haqoratlashning o'zi kelgan vaqtda Qur'on uni cheklaydi. Chunki va ma yata'adda hududallohi faqat zalama nafsa degan oyatda o yerda har narsaniki bir chegirasi bor. Shu chegaradan oshgan vaqtda qarshi tarafdagi insonlarga zarar keladi. Ya'ni odam uningga ziyon soladi, zulm paydo qiladi. Zulm bu o'zi Qur'onda eng qattiq cheklangan ishlar. Uning uchun o'zi adolat. Shuning uchun bu nimada islomda butun ishlarga aralashadi. Qo'shnidochilik bo'lsin, masalan, qo'shnining o'zimi Qur'on nurg'ilgan nimalar bor. Shu urug' tuqqanlar bilan qo'shni hamma insonlar bilan yaxshi o'tish haqida oyatlar bor. Lekin bu narsaning hammasi yaxshi o'tishning o'zi u insonlar bilan
aşa insan bilan yaxshi o'tma deb o'ltirib, ba'zi bir jinoyatlarni yo'shirib qilish bu vaqtda o'zi u yaxshi adolatga zid keladi. Shu boyaqi degan bir o'xshashli gap. Men nurg'un qatim uni degandim, o'sha Norvegiyada bir qatim taksi haydayotgan vaqtida birisi meni mashinamni urayotgan vaqtida shu maktabni ketayotgan 5-6 bola shuni ko'ribdiki, naq urayotgan maydonning o'zini. Shu bola bo'ldi biz ketayli demasdan saqchi kelgach shu yerda meni mashinamni qashib turdi. Nimishqa degan vaqtida u shu saqchi kelgandan keyin ha gunoh kimda, bu kim uryapti, kim qanday bo'ldi degan vaqtda odamni biz ko'rdik, ma odam manikini urdi, xatolik mani deb ayada o'zniki uryotqichi Norveg. Men bir chet ellik. Norveg balla ayda mening millatimga unda bo'lganki ma bu chet ellikning o'zini men urdepdiki mani qarlaydi demasdan ayda. Nima adolat turib ayda men uryapti, xatolik mani deb o'zniki millatni ko'rsatyapti-da. Demak, islom buni buyuradi degan gap. Buni boshqa millatlar yomonbek nima deganlik emas, lekin musulmonlar shunday bo'lish kerak. Ya'ni bu Yevropaniki taraqqi qilib ketishga hech qanday uning uchun o'zi hayron qolmayman. Nima uchun degan vaqtda bularda bir ishda asosan ko'p sondagisining nimasida bundaq ishlarda insonlik nuqtasini qaraydi. Şuңa biz özümüz İslam dini, Müslüman degan taqdirdami Qur'onning nima deganligini, qanday bir jamiyatni barpo qilish talab qilayotganligini tushunmagachga biz endi qo'pab Yevropaning, G'arbning yoki boshqa bir yerning dushmani bo'lib qolyapmiz-da. Albatta. Bu to'g'riliq maxsus ayrı bir dars qilsak bo'ladi. Albatta. Sebep şu kende. Shu o'zi men musulmon deydi. Islom degan nima? Ashini tushunmaydi misolda. Islomniki maqsad nima? Uning asosi nima? Ashini o'zini bilmaydi. Asosini bilmagandikinlar u yana bir odam zulm qilish odamga bir huzur bag'ishlagan bir narsaga aylanib qoldigan gap. Masalan, Norvegiyaning o'zida biz biladigan bolalar mushularniki bir tal qilni yulsaqmi, bir tal tukuni yulsaqmi bizga o'zi bir halal degandek nim qilib, shu pretekst degan bir do'konlar ashlarni o'zi o'g'irlik qilib, masalan, do'konlarda 50% tushirayotgan vaqtda ba'zan 50 koy deb yozib qo'ygan qizil qog'ozning o'zini yana 500 koy deganniki o'rniga yo'tkab ashundaq achkatgan odamni men ko'zim bilan ko'rganman. Unda adam Norvegiyada yaşamışsın, Angliyada yaşasın, haqada bir yerde yaşasa, şu kallı bilen şu işte kılı şu. Albatta. Şuna bir adam derler ki, düşünceler adamni hareketini belgeleydi der, etiqat düşünceni belgeleyen okşaş. Şuna bu bir narsa işini işlenmezlikdimi, zadi to'g'ri bir ishonchiga, to'g'ri bir iymonga, e'tiqodga ega bo'lmagan chog'da u narsa qanday vaqtda bo'ladi desa, o'qishar qilib. Shuni Qur'onda birinchi qatim o'qu. Bil, to'g'ri. deganda bilishdiki maqsad nima? Shu to'g'ri bir narsani, hayotni, islomni barpo qilishda. Albatta. Shunga bek muhimken, shuni Qur'on tushunilmaydigan kitob emas, tushuniladi, Qur'onga kelinglar desak, haqiqat kitap. Ya bu tushunilmaydigan kitobni biz deganga kelinglar deb o'zlarininki narsasini boshqalarga yuturib-da. Biz hech qachon demadik. Biz deganga keling demadik, hocam. Qur'onga keling deb davatimiz hamda. Shunda desak hamda bizga boshqa gaplarni qilib. To'g'ri. Ham Xudoy bo'lsa oldimizdagi darslarda islomdagi nima misolda, islomdagi İslam'a asasen siyaset, İslam'a asasen iqtisod, İslam'a asasen muomala qatorida to'xtalishimiz mumkin. Xudoyimiz ash to'g'ri to'xtalmasak, bu islomniki atrof nimalari hammasi atroflik narsalar tushuntirilmaydi. Shuni Xudoyim bo'lsa, bu haqda to'xtalgan vaqtda ba'zi kam qilib qolgan yerni to'g'rilab ketishimiz mumkin. Hozir soatni biyak berib ketibdi. Shuni bilan o'zi bugun bu yerda to'xtatsak bo'ladimi? Ya savollar bormi? Tilnik savollari? Mening savolni so'rab bo'ldim. Ba'zi yaxshi nimalar bor, yorum, inkosnoma bor-da. Alloh rozi bo'lsin. Ahmadjon, seni boshqa gap bormi?
Tamam. Anda olsa rahmet sizlarga. Gayet iyi bir şey. Maqul. Bir program oldu. Keler Allah. qaytim İslamga asasen siyaset diyen bakı toxtalarımız. Tamam. Boldu maqul, Allah'a emanet. Allah'a emanet. Kaderlik körürmenler. Şunda kalıp Kur'an'dan bayan diye